Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Biz Yangilamangan tumani hududiy filialimiz. Bizga mahalla kesimida Yangilamangan tumanidan 11 ta mahalla biriktirilgan. Bular Saxovat, Bunyodkor, Yoshlik, Oromgoh, Yangizamin, Mehnatobod, Sifatgoh, Chamanzor, Go'zal, Abdurayhon Beruniy va Guliston mahallalarimiz biriktirilgan. Hozirgi kunda bizda ushbu mahalladagi yashovchi fuqarolarga 4 xil yo'nalishda kreditlarimiz mavjud. Bular 3tasi jismoniy shaxslarga, bittasi yuridik shaxslarga. Jismoniy shaxslarga kreditlarimizni birinchisi bu 5 million so'mgacha ajratamiz. Uni o'zini band qilgan shaxslarga oxirgi 2 oy davomida ishsiz bo'lishi kerak. Uni foizi ayollarga 23%, erkaklarga 25% sug'urta asosida chiqariladi. Ikkinchi kreditimiz biznesga ko'mak kreditimiz. Buni muddati 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davri bor. Uni 17 million so'mgacha ajratamiz. Buni ham o'sha mahallalarda yashaydigan fuqarolarga o'z-o'zini band qiladi. Mahalla hokim yordamchisi tavsiyanomasi asosida ajratiladi. Bunga sug'urta kafilligi yoki 3-shaxs kafilligi kerak bo'ladi. 3-kreditimiz mahalla loyihasi dasturi asosida ajratiladi. Uni summasi 50 million so'mgacha. Imtiyozli davri 24 oy, muddati 5 yil muddatga beriladi. Buni ham o'sha mahallada yashaydigan fuqarolarga o'z-o'zini band qiladi. 3-shaxs kafilligi, bitta ishsizga, bitta ishli kafil bo'ladi. To'rtinchisi bu yuridik shaxslarga hisoblanadi. MCJ, YTT shunaqa guvohnomaga ega bo'lgan yuridik shaxslarga oxirgi 1 yil davomida aylanmasiga ega bo'lish kerak. Ular keyin firma rahbari yoki firmani o'zi kredit tarixi salbiy holatda bo'lmasligi kerak. Hozirgi kunda o'sha 4 xil yo'nalishda kreditlarimiz mavjud. Agarda kim o'sha 4 xil yo'nalishdagi kreditlarimiz birortasiga o'zini ehtiyoji bo'lsa, bemalol mahallada agentlarimiz bor, ularga yoki hokim yordamchisiga murojaat qilishlari mumkin. Agarda savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Kafillar oyligi endi siz 50 million so'mgacha bizga maksimal miqdori. Agar maksimal olaman desangiz, kafillik krediti bo'lmasligi kerak. Oyligi maksimal darajada yuqori bo'lishi kerak. Shunga qarab, masalan krediti bo'lsa 5-6 million oylik bo'lsa, uni o'sha o'zini kreditiga ajratiladigan qismini olib tashlaydi, o'zini ehtiyoji uchun chiqarib tashlaydi. Undan ortganiga qarab sizga maksimal summa qo'yib beradi. Agarda biror kimda savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.